Dunyoga kelishim antiqa bo'lgan. Xolam endi hali dadam aytishadi, zakaz berganing deb gapirishgan. Chunki o'ta kuchli yig'lagansan deyshadi onam. Hali balki og'riq bo'lganmi o'zimda bilmayman. Endi yosh bola, go'dak bo'lganman. Keyin yig'lagan paytlarim onam qo'llariga dadam tutqazib, bor ko'chaga chiqib, endi oktyabr oyida tug'ilganman. Havo sovishni boshlagan. Ko'chada to uxlagunimcha onam ko'chalarda ko'tarib yurar ekan. Ovozing shunaqa baland kuchliligidan deyshadi. Keyin xolam zakaz qilganlar bu tarafdan olsak, xolam shu bitta o'g'ling bilan qolib ketmagin, unga ham sherik kerak, ham qiz bola bo'lsa ham yordamchi o'zingga deyshgan. Mohigul Hamdamova 1995-yil 2-oktyabrda Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qirg'iz qishlog'ida tug'ilgan. Oilada ikkinchi farzand bo'lib dunyoga kelgan Mohigulga tug'ilishi bilanoq nogironlik tashxisi qo'yiladi. Homiladorligida og'ir gripp bo'lib, vaqtida yetarlicha davolanmagan ona bu holatda o'zini aybdor his qila boshlaydi. Chunki otaning ham, onaning ham avlodida jismoniy jihatdan imkoniyati cheklanganlar kuzatilmagan. Oyog'im bunaqa tug'ilganda, to'g'risi xolam dadamdan 1 oy, 2 oy qochib yurishgan ekan, yashirinib. Nima uchun? Endi zakaz men berganman, bola tuqqanda bunaqa tug'ilishini men xohlamagandim, bilmaganman-ku deyshgan. Tugallanmagan anemiya deb tashxis qo'yishgan. Xalq tilida nima deydi buni? Xalq tilida rivojlanish kamchiligi deyshadi. Bu o'ng oyog'im ham kalta, ham qiyshiq tug'ilgan. O'sha tug'ilganimda shunaqa tug'ilgan. Yavni bilinib turgan bo'lgan. Keyin nima deydi, dadam yo'q, yaxshi to'g'ri qabul qilishgan. Dunyolarga alishmayman deb ko'tarib olib chiqib ketishgan ekan, to'g'risi. Siz avlodingizda hamma sog'lom. Albatta. Nima sabab deb ko'rsatishgan? Sabab onam qornidaligimda o'ta qattiq gripp bo'lishgan ekan. O'sha paytda deyshadi ham yo'qchilik, qiyinchilik ham juda kuchayib ketgan dedi. Bo'lgan odamlarda bo'lgan, bo'lmagan odamlarda bo'lmagan, biz qiynalib qolganmiz. Qo'limizda pulimiz bo'lgan, non topolmaganmiz, kerak bo'lsa deyshadi. O'shanda juda qattiq sovuq bo'lgan havo deyshadi. Gripp bo'lganman qornimdaligingda deyshadi. O'sha grippni asorati deb tashxis qo'yishgan ekan doktorlar. Keyin onamni, ayamni nimalari, tog'alarini, ayollari ham vrach bo'lishgan, tog'alari ham katta vrach bo'lishgan. Keyin kirib o'sha qanaqadir bo'limda ishlashgan, kirib shunaqa Ziyoda opa, shunaqa qiz tug'dim, qizim shunaqa degan, keyin yuring, kiring, ko'ring deyshgan, kirishgan. Ko'rib qo'llariga olib, "Voy Xolidaxon, xafa bo'lmang, juda ham aqlli qiz, Xudo xolasa dunyolarni larzaga keltirganda meni aytdi deb eslab yurasiz" deb chiqib ketishgan ekan o'shanda. Endi yangi tug'ilgan chaqaloqni chillaxona deydi ekan, baribir biz o'zbeklarda shunaqa deyshadi. Chillaxonaning ichida yaxshi niyat qilishgan ekan deb shunday deyshadi ham. Bolaligingizda juda ham sho'x bo'lgan ekansiz, a? Albatta juda ham sho'x bo'lganman. Nima deydi? Lekin hech kim ajratmagan mahallamizda, o'rtoqlarim ham, sinfdoshlarim ham hech kim ajratishmagan, yaxshi o'ynaganmiz. Uyimizni ammam sotib yuborishgan sababli bo'lib, o'sha Qirg'iz qishlog'idagi uyimizni sotib yuborishgan, pul kerak bo'lib, keyin biz onamni mahallalariga ko'chib kelganmiz, ijara turganmiz. Ijara puli to'lamaganmiz, lekin ijara turganmiz. Keyin o'sha yerda yangi bular ko'chib kelgan, palon pakon degan gap qilib, endi oilada farzand o'zi bilmaydi, ota-onalar gapirishsa eshitgan, bola eshitganini gapiradi baribir. Keyin gapirishgan, yig'lab bir-ikki kirganimizda onam ur deyshgan. U yo'q, o'zim ham sho'x bo'lganman, lekin onam u gaplar turtki bo'lib ketgan, onam shunchaki bir gapirishgan. Tug'ilgan zamoti ham men shuna bola tug'dimmi deb shunaqa hali nima qilib davlinalam oshib, hali og'ir holatlarga tushib qolganman shu doktorda ham. Faqat miyamda mana shu bolani nimasi turar edi. O'g'lim oldimga kelsa, "Qoch o'g'lim, ukang o'tiradi. Niraqdir o'g'lim, ukang." Hozirgi vaqtgacha o'g'lim aytadi endi, katta bo'lib qolgan. "Aya, menga hech ham qaramasi, faqat shunga qarardingiz" deb nima qiladi, gapiradi. O'sha endi nima deydi, qiyin. Hali dunyoda turmaja sog' bilan buni nimasi juda qiyin bo'ladi-da. O'zim boshimdan o'tgani uchun
Men odamlarga shuna hali nogiron farzandi bolalarga oson tutmayman. O'sha maktabga berish, bog'chaga berganman, o'sha nogironlar bog'chasi bor edi Garado'yda, unga berganman yoshligidan. Shu bola nimadir o'rganishi kerak, nimadir hali birovga muhtoj bo'lmasligi kerak der edim-da. Imkoniyat cheklangan bolajonlarda bog'chasi bo'lgan, hozir ham bor. Bizda Qo'qon shahar Ximgarod Muqimiy shaharchasida bor. O'sha joyda nima deydi, dushanba kuni berib, shanba kuni olishardi. Internet bog'cha. Internet bog'cha albatta. Sharoitlari juda ham zo'r bo'lgan u paytda. Keyin nima deydi, haligi ayam Shu tashlab bog'chani xohlamagan paytingiz ham bo'lganmi? bo'lgan. Bormayman deb yig'laganimda onam ilojsizlikdan ishga chiqishlari uchun, bizni boqish uchun, non topish, oziq ovqat topish uchun, to'g'risi endi o'zim qiynalgan oiladan katta bo'lib chiqdim. Bu qiynalgan demaylik endi, nima harakat qilsa endi hamma ham yaxshi yashaydi. Nima qilishgan keyin bog'chaga meni tashlab, yo'l-yo'lakay yig'lab qaytishar ekan har kuni. Keyin bir kun o'sha qo'shni buvi o'tirishgan, qo'shni buvi aytishgan, nima yig'lab kelyapsan deyishgan, keyin o'tir ozgina deyishgan, o'rtog'imni buvisi, sinfdoshimni charasigan qizni buvisi. Keyin shunaqa tashlab kelyapman bog'chaga deyishganda, u xola bu ham yig'lashgan ekan. Nima deydi, o'zim gapirib bersam yig'lab boraman mana shu narsadan. Keyin qo'yaver mayli, menga u buvini bitta qizlari bo'lgan ekanlar. Aqli sal zaifroq bo'lgan ekan. Ayam aytdi, o'tib qolgan u qiz deyishardi. Bog'chaga tashlab, uni ham qayerdir shunaqa bog'chaga tashlab kelayotgan bo'lganimda yig'lar ekan. Olib keting, tashlab ketdimey, umuman bu yerda qolmayman, to'g'risi doktorlar uradi deb. Endi aqli zaif bolani nima qilsa endi u paytda bilmayman. Haqiqatda qo'shilishib har dushanba birga yig'lashar ekan, tashlab kelishayotganda. Keyin akam yomg'irlarda apchilab olib kelishardi bog'chada. Akangiz ham juda g'amxo'r sizga bo'lganlar. To'g'ri. Akam juda g'amxo'r. Hozir ham to'g'ri endi shu darajaga yetib nima bo'lganimdan men bir kamda, bitta joyim kam meni, jinday joyim kam yuradi. Hamma vaqt. Mana operatsiya bo'ldi ham, keldi ham. Qanday nima qilib, kimga nima qilaman? Bir yonda bolasini qarayman, bir yonimda uni shu og'ir nimalar ahvolda bo'lsa ham qayerga tashlab qo'yaman. Yoshim katta bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham shu bolaga qarab, mana oyoqqa ham turib oldi. Yashash oson. U pashshadan fil yasab, qadim asabingga tegmaydi. Kuchli ayol bilan yashash qiyin. U o'z hayoti haqida qarorni o'zi qabul qilib, yashashda davom etadi. Kuchli ayol bilan yashash qiziq, ammo u qalbining tub-tubidagi og'riqlari bilan ojizligini qachon bildirib qo'yar ekan? Hayotda har xil sinov keladi. Kimnidirda yo'qchilik bilan sinarkan, kimnidirda boshqa tarafdan sinarkan. Men to'g'risi o'zimning hayotimdan kelib chiqsam, yo'qchilik bilan ham sinaldim, qiyinchilik bilan ham sinaldim. Nima deydi? Do'st tarafdan ham, misol har tarafdan. Endi buni ba'zi joylarini to'g'risi gapirishni xohlamayman. Lekin mana shu narsalar turtki bo'lar ekan odamga. Hayotda o'rnini topib ketishga, maqsadiga intilishga, erishishga. Bu vaqt keladi, siz nimadir olgingiz keladi. Yoki kim bilandir qo'shilib, birga ko'chaga chiqingiz keladi. Siz cho'ntagingizda u narsa bo'lmasa, pul bo'lmasa, siz albatta sinasiz. Ayol bo'lish oson, agar atrofingda haqiqiy erkaklar ko'p bo'lsa. U otang, akang, ukang yoki turmush o'rtog'ing bo'lishi mumkin. Ayolni baxtli bo'lishi oson, agar u chin dildan niyat qilib, harakat qilsa, boriga shukr qilsa va o'shal mo'jaz damlarni kuta bilsa. Hamdamova Mohigul Kabayor qizi. Yengil atletika bo'yicha Paralimpiya o'yinlari oltin medali sohibi.
Mana hayotda nima deydi? Pulim bo'ldi, uyim bo'ldi, mashinam bo'ldi. Mana meni uydan o'g'irlab olib ketib yuborishgan. Farg'onaga olib ketganman. Hech kimga indamaganman. Dadasiga ham hech kimga indamay olib ketib yuborganman. Yo'llanma qilgizib berishgan o'zimizda rayondan. Olib borganman keyin o'sha Ismoil aka degan doktor hozir ham klinikalar bor. O'shalar nima qilib operatsiya qilishgan. Keyin uydagilarga aytganmiz, kelib ular ham borishgan. Qo'llarida hattoki 100 so'm pullari ham bo'lishmagan u paytda. Borib tavakkal Xudo beradi, shu bolamni davolatsam deb borib bunaqa qilishgan. O'zi ijara uyda turgansiz? Ijara uyda turib, onam harakat qilib mahallamizdan uchastka olganlar. Bu narsani yashirmayman. Dadam ichadilar. Uchastka olish davriga kelganda xo'jayingiz bormi deyishgan. Ha, bor deyishgan. Hech yo'q. Kelsin erkak degan nomini ko'raylik deyishgan. Borishmagan dadam. Meni yo'q degan deyishgan. Mana shu vaqtgacha, haligacha dadam bo'lib turib, men hamma dokumentga dadasi, otasi yo'q deb yozilgan. Onam o'zlari harakat qilib uchastka olgan. O'sha uchastkani sotib va Alloh beradi deganlari mana shu ekan. Reja qilgan ota-ona farzandi uchun har narsaga tayyor bo'lar ekan. Ona ayniqsa jonini berishga tayyor bo'lar ekan. Men ham ko'chadan mehribon otalarga borib, men ham dadam shunaqa bo'lishini xohlardim. Keyin nima deydi? O'sha 2004-yil Farg'onada bolalar shifoxonasida ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasida yotganimda keyin operatsiyaga o'sha pul so'rashgan. Onam nima qilishni bilmay borib uchastkamizni savdoga qo'yib, sotib, pulni olib kelishgan. Oyog'imni kesib tashlash darajaga kelgan. O'sha paytda yiringlab ketgan. Operatsiya muvaffaqiyatli chiqmagan. Yo'q, operatsiya muvaffaqiyatli chiqmagan. Operatsiyadan chiqib, narkozdan chiqqanimdan keyin, narkoz tarqagandan keyin, o'zimga kelganimdan keyin, o'sha bir oydan keyin oyoq yiringlashni boshlagan. Suyakkacha o'tib ketgan. Keyin kesamiz deyishgan, onam yo'q deyishgan. Kesmayman deb bor pullarini menga sarflashgan. Haqiqatan 1,5 yil deganda oyog'imni o'sha yiringi to'xtab, sekin bitishni boshlagan. Onam o'sha operatsiyadan ozgina pul ajratib qo'ygan bo'lgan. 200 ming so'm pul ajratib qo'yishgan. Shunda tog'am uchastkasini mayli deyishgan. Opog'im rahmatli katta ko'p uchastka olib qo'yganlar. Ishlab mehnat qilib, halol qilib nima deydi, shu tog'amlarga deb olib qo'yishgan. Tog'am mayli shu singlim ko'chada qolmasin, shu bolalari bilan deb o'sha arzimaga o'zi pul olmayman deganman deb iloji yo'q. Endi pul jigarda ham ayradi deydi kerak bo'lsa. Pulni berishgan 200 mingni, arzimagan 200 mingga tog'am bizga uchastkasini berishgan. O'sha uchastkamizda, hozirgi uchastka, o'sha uchastkamizda bitta xona uy solganmiz. Urush, janjal bilan to'g'risi. O'sha paytlarda dadam qilmayman deyishgan. Uni ham tog'amlar harakat qilib, tog'amlar qilib berishgan. Katta tog'am qilib berishgan. Ayam bilan, akam bilan harakat qilib, keyin yo'q. Poli ham bo'lmagan uyda, shipri ham bo'lmagan, patologiya ham bo'lmagan. Oddiy bitta somonli loyshuvoq deydi-yu, o'shanaqangi shuvoqda turgan uy. O'shanda ham bizni onam lekin ustimizni kir qilmasdan katta qilishgan. Yoshligimizdan lekin ijara tursak ham, qiynalib yashasak ham, onam hech qachon bizni kir qilib katta qilishmaydi. Yuvib, tarab, ozoda qilib, rahmat deyman shu tarafdan. Onam bitta tikon kirgizmay katta qilishganda. Keyin xuddi o'sha uchastkaga harakat qildim, mana Alloh berdi. Ona vaqti kelgan onam yonlarida mardikor ishlagani ham chiqqan. Bu yashirish ayb emas, bu mehnatda ayb yo'q, hali yashirishim keragi yo'q, chunki ko'pchilik boshdan o'tgan bu narsa. Nima ish qilgansiz mardikorchilikda? Mardikorchilikda birovlarni, boshqa katta-kattalik fermerlarni огородida ish qilganmiz. Yonimga qo'shilib ishlar edi. Odamlar ishlatmaymiz der edi. Bu nogiron-ku desa, yo'q, men ishlayveraman ayam bilan der edi. Bitta ayam o'ziga qarab o'tiramizmi der edi. Shunaqa qilib men hali suyanchig'im bo'lib qolganda bu bola shunaqa shunga aylanib qolgan.
ota-enangiz bo'lganda ota-ena endi boshqacha bo'ladi. Ularga suyanish shu. Endi yo'q, o'tib ketishgan. Shu bolaga suyanib, borimda shu bolamga nima qilaman-da men. Hammaga tez ishladi deysa ham menga unaqa deyishmasdi. Hozir juda ham oqibatlari yaxshi. Yaxshi odamlar ko'p. Yaxshi odamlar ko'p. Ravshanjon aka hozir ham ko'cha-ko'yda ko'rishsa, qalaysan? Ukalari Ulug'bek aka ham shunaqa deyishadi. Mana shu darajaga erishib ketganingga xursandman deb juda chiroyli duo qilishadi. Har doim yo'ldan o'tsam, ko'chada bo'lsalar to'xtatib duo qilib beradi Ravshan. Haqiqatdan atrofingizda juda ham yaxshi odamlar ko'p. Siz o'zi kim bo'lishni orzu qilgansiz? Men raqqosa bo'lishni orzu qilganman. Yoshligimdan shu televizorda yaxshi muzika chiqib qolsa, o'ynaydigan onam ayam aytishardi, tur o'ynab ber deyishardi. Turib o'ynab berardim. Shu operatsiya bo'lgan paytlarimda даже больницada o'tirgan holatimda o'ynab berardim ayamga. Ayam xursand bo'lsinlar deb. Ayam ham aytishardi, oyog'ing soppa-sog' bo'lganda raqqosa qilardim deyishardi. U bolaligida juda sho'x bo'lgan. Sog'lom bolalar qatori hatto ulardan-da chaqqarroq daraxtma-daraxt sakrab yurar, yaqinlari bundan xavotir olishar edi. Atrofdagilar achinish bilan qarashgandagina oyoqlarida nuqsoni borligi esiga tushar va o'sha vaqt bir muddat o'ksinib qolar edi. Maktabni bitirganidan so'ng Farg'ona shahridagi imkoniyati cheklangan shaxslar uchun mo'ljallangan Respublika kasb-hunar kollejiga o'qishga kiradi. Kollejda sport bilan shug'ullanayotgan kursdoshlariga havasi keladi, ammo tanlovlardan o'ta olmaydi. Mohigul bu holatdan tushkunlikka tushmaydi va albatta paraolimpiya bilan shug'ullanishni qalbiga tugib qo'yadi. Kredit olganman undan oldinroq, shu o'qishni bitirganimdan keyin salonchilikka, tadbirkorlikka, yakka tartibdagi tadbirkor bo'lib, o'zim kredit olib salon ochganman, go'zallik saloni mahallamizga. Erta faoliyat yurgizib, yaxshi haqiqatan ham niyatimga yetib, yaxshi pul topishni boshlaganman. Uyimizgacha kelishardi. Keyin sekin-sekin o'qishga topshirish qiziqishim kelib qolgan institutga. Keyin o'sha yerga borib, imtihonlar topshirib, yugurib, o'zim sakrab, Jismoniy tarbiya yo'nalishiga topshirganman. Keyin o'sha yerda hamma suzganman ham o'zim 100 metrga, hammasidan o'zim o'tganimda nima deydi haligi bitta Zafar aka degan trener kelib qolishgan, murabbiy kelib qolib, taklif qilmoqchi edik. Biz ham shu Dang'arada, Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida biz ham rivojlantirsak degandek, shu sportni, paralimpiyani sog'lomlarga bor. Endi birinchi parani qaldirg'ochlari bo'ladi deyishgan. Bo'pti deyishgan, keyin ayam dadam yo'q deyishgan. Bormaydi deyishgan. Chunki buni yo'l kirosi bor, obedi bor, oziq-ovqati bor. Bunga biron joyga musobaqaga borsa pul yo'l kiro berishim kerak, boshqa pulimiz yo'q, bormaydi deyishganda, onam aytgan, davlatimiz ajratib qo'ygan pensiyasi bor deyishgan. O'sha yetadi deyishgan. O'zinikini o'ziga qilamiz, boradi deyishgan. 2017-yil 2-sentyabr kuni mashg'ulotimni boshlaganman Dang'arada. Onangiz o'zlarini siz oldingizda aybdor his qilganmilar? Ko'p harakat qilganlar siz uchun. Gapirganmilar sizga shu haqda? Seni shunaqa tug'ilishingga men aybdorman deb ko'p aytishardi. Agar imkonim bo'lganda deyishardi, Allohdan so'rash imkonim bo'lganda sog'lom farzand qilib dunyoga keltirardim. Seni oyoqqa turishing kerak deb tikuvchilikka ham o'rgatishgan, shu salonchilikka ham o'rgatishgan. Shu salonchiligimni kuchaytirganman shu onam sabab. Mana hozir sportga ham to'g'risi onam sabab kuchaygan. Mana shu darajaga yetishimga onam sabab bo'lganlar. Turtki. Men borimda gapiraman. Meni ham onam, ham bolam. Bor gapimni shu bolaga gapiraman. Bor ichimda nimamni shu bolaga gapirib, o'z nimamni hali nima deydi, yaxshilik kunimda, yomon kunimda ham shu ichimda bor gapiradigan gapimni shu bolaga gapiraman men. Men hali dunyoda suyanganim ham shu qizim. O'g'lim ham bor, yaxshi, o'g'lim ham juda yaxshi, mehribon. Hali men uchun nihoyatda nima, bular men shu bolaga tikilib nima qilaverganim uchunmi, o'g'lim ham qizim ham hali dadasini oldida meni birinchi ko'rishadi-da. Dadasiga ham mehribon-u, menga boshqacha ikkala bolam ham. Shunaqa hayotda endi nima ham der edim shu bolaga. Hali umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin.
xudo shunchalik hali bergan nimalariga bolasi bilan bir umr yaxshi kunlarda yashab, hech bundan boy qiyinchilik, g'am g'ussa ko'rmasin. Yoshligida ko'rmagan kunimiz, tortmagan azobimiz qolmagan. Mashg'ulotga borib kelib hamma yo'g'ingiz og'riydi. Endi chunki men u payt 22 yosh bo'lganman, suyuklarim qotish darajaga kelib qotib bo'lgan. Mashg'ulotdan kelib yig'lab, istimalab, umuman qilmayman degan vaqtlarim bo'lgan. Yotib qolib ertalab umuman bormayman derdim kechqurun. Yo lekin ayam o'zing bilasan, borging kelmasa bormay qo'yaver deyishardi. Keyin yo ertalab turardim, qilishim kerak deb 6da turardim. Обязательно. Chunki 7-10da yuradigan avtobusga uydan chiqib ketishim kerak mahallamizdan. Keyin oldida turib, zavtrigimni qilib, boshqa qilib, sumkamni tayyorlab, ayamga har doim duo qiling, men ketyapman desam, ayam indashmasdi. Demak, intilyapti, harakat qilyapti. Demak, nimadir turtki bo'lyapti. Chunki men o'sha onamni o'sha qiyinchilik hayotdan chiqib ketishlarini xohlardim. Birinchi shu 2018-yili may oyida, shu 9-may kunlari bo'lsa kerak, Xitoyga borgan bular, Grand Prixga borganda, ayam men 2-o'rin bo'ldim, kumush medal oldim deganda, yo'q, sразу medal oldingmi? Masalan, o'sha nimaga sportga kirganiga sentyabr oyining 17-yil sentyabr oyining 3-kuni sportga kirganda, endi 18-yil may oyida Grand Prixga boryapti. Hali birovga aytaymi-ki, aytmaymi-ki, odamlar nima der ekan? O'sha vaqtda ham ancha odamlarda tushuncha bo'lmay, yo biz tarafda tushuncha bo'lmaganmi? Shuna bo'lgan. Keyin men o'sha yili Jakartaga, Indoneziyaga Osiyo o'yinlariga bordim. Erta 2-o'rin bo'ldim. Shuna yig'layapti telefonda. Men ko'rishib gaplasharni o'sha nima ulab berishdi, gaplashib, nima qizim yig'lama. 2-o'rin nima bo'lsa ham 2-o'rin bo'libsan-ku deb nima qilsam yig'lab, ayam men 2 bo'lib 1 bo'lishim kerak edi deb shunday nima qildi. Endi boshqacha-da, ota-enacha hali bu yerdan kutib olib borganmiz, keyin o'sha rayon hokimlari nimalar kelishdi. Endi kutmagan holatda hech qachon unar narsani hayolimga keltirmaganman-da. Menga shunaqa hali nima bo'lyapti. Siz o'sha xonadoningizga hokimlar, hamma kirib kelib, selsevitlar, butun rayon kirib kelib, shunaqa hali yaxshi nima bilan kutib olishdi. Hali o'zimdan hali nima deyishim, birovga nima gapirishimni bilmayman-da, suyunganimdan shunaqa shu darajada nima bo'lganman. Har doim mana yutgan yutug'im meniki emas, onamniki. Chunki onam yutganimda nima deydi, birinchi o'rinda musobaqaga ketganimni hammadan yashiradilar. Mahallamizdan, uyimizdan, dadamdan, akamdan yashiradilar, berkitadilar. Hali hayolimda deydilar, aytsam ularga musobaqaga ketdim, mana kuni musobaqasi desam, xuddi sen yutkizib qo'yayotgandek tuyulasan deydilarda. Mana shu bo'lsa kerak, onamni mendan ko'ra hayajonlari. Olimpiadani yutganimda 2021-yil Tokioda onam hamma kelib tabriklayapti-kan. Onam ishonmasdan shipirgini olib, voy mehmonlar kelib qoladi, aytdi shipirib bo'lmasa hamma joy toza. Onani hayajoni mana shu darajadaki, ko'chaga qarab shipirgini ko'tarib chiqib ketgan ekanlar. Hamma kelib, jiyanim degan, Ahadjon degan jiyanim bor, kelib Xolida buvi deyishadi. Xolida buvi qarang, mana Mohigul opam yutibdi deb oltin deganda, keyin yana bitta qarindoshimiz xolalarini o'g'illari kelgan, endi Sol aka degan aka kelib, endi osh sizlardan-da oltin ayam aytadi, hali dunyo boshqacha tuyulib ketgan ko'zimga, chunki nima deydi, hamma aytyapti deydi, telefonda ham tabriklashyapti, bilmayman men deydi, nima qilishni bilmay qolganman, shu shipirgini ko'tarib ko'chaga chiqib ko'cha shipirishgan ekanlarda. Onam har doim nima deydi, meni o'rnimga musobaqaga borgan deb o'yladilar. Mohigul Hamdamova Tokio yozgi Paralimpiya o'yinlarida disk uloqtirish turida eng yuqori natija bilan birinchi o'rinni egallaydi va oltin medalni qo'lga kiritib, mamlakatimiz dovrug'ini yana bir bor dunyoga tanitadi. Yillar davomida qator yutuqlarga erishib kelmoqda. Qo'limga tushgan pullarni yig'ib onamga berib, meni bankim onam.
onamga berib to'plab o'sha pullarni bo'lib uchastkamizni ko'targanmiz, uy solganmiz. Keyin darvozaxona qilganmiz, darvoza qilganmiz. Shu olimpiadaga ketganimda o'sha darvoza o'rnatishgan. Ko'pchilik aytishgan, nimaga darvozalaring buncha katta deb, haqiqatan katta darvoza qilamiz deganman, niyat qilganman. Katta mashina minib kelaman. Keyin haqiqatan ham prezidentimiz bizga 3 xonali uy, 200 ming AQSh dollari pul berdilar. Taxo avtomashinasi berganlar. O'sha Taxoni minib o'sha darvozadan kirganman keyin. Hamma aytgan, voy, yaxshi niyat qilar ekanda bu deyishgan. Haqiqatan ham yoshligimdan nimani orzu qilasan deyishardi. Prezident bilan uchrashdi deb. Haqiqatan niyatimga yetdim, uchrashdim prezident. Mashinani ham o'zingiz haydaysiz? Albatta, mashinani ham o'zim haydayman. O'sha niyatimga yetib 2021-yil prezidentimiz oldilarida birinchi bo'lib so'zga chiqib, O'zbekiston iftixor unvonini qo'lga kiritdim. O'zim gapirganman o'sha yerda. Juda ham hayajonli. 2019-yil Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib o'tgan Jahon chempionatida 5-o'rin bo'ldim. Shuning alamlari mening yuragimda qolib ketdiki, men o'zimga va'da berdim. Albatta olimpiadada oltin medalni qo'lga kiritaman deb. Men ushbu oltin medalni qo'lga kiritdim. O'zbek qizi nimalarga qodir ekanligini butun dunyoga ko'rsatib qo'ydim. Ushbu fursatdan foydalanib sizga, ota-onamga, ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men ushbu erishgan yutug'imni mustaqilligimizning 30 yilligiga bag'ishlayman. Boshqa davlatlarda bizni prezidentimiz yaratib bergan sharoitlar yo'q. Solishtirgansizlar, bilasizlar, ko'rgansizlar. Chunki biz boshqa davlatlar musobaqaga boramiz, chunki raqiblaringiz bilan o'rtoq bo'lib qolasiz. Chunki biz stolda qotirib otamiz, o'tirib vaqt ko'p ketadi bizda. U yerda gaplashib qolamiz, endi qo'ldan kelgancha gaplashib tushuntiramiz. Yo'q, bermaydi ularda. Beradi, kam miqdorda pul beradi. E'tibor u darajada emas. Yo'q, e'tibor u darajada emas. Qizi bordan har hafta o'quv mashg'ulotidan har hafta uyga borardim. Uyga ketib turganimda onam bo'lgan aylantirgani borgin, deyishgan bo'pti deb shanba kuni shanba uyga borib, dushanba qaytadi. Keyin bog'ga muzey bor, Xudoyorxon muzeyi Qo'qonda. O'sha yerga borganimizda aylanib, endi mashinaga nimadir kerak bo'lgan, olgani kelib ketayotgan bo'lganimda, xo'jayinim o'sha yerda kimgadir pul berish uchun o'sha kutib turgan bo'lganlar mashinam yonida. Keyin hali qarab turganlar, nimaga haligi gapirsammikin, bu qizga gapirmasammikin deb u ikkilangan ekanlar ham. O'shanda deydi, mo'jizani qara deyshadi. Osmonga qarab turib, ey Xudo, bir kun uchrashtirasan degan ekanlar. Keyin yaxshi niyat, keyin rosa shanba kuni bir hafta bo'lgan, yana uyga qaytayotgan bo'lganimda o'rtoqlarim bilan aylanib shu nimadan postdan qaytib kelamiz deb, Perival postdan qaytib kelamiz deb, mana Chaqali postdan deb borishgan. O'sha yerdan burilamiz deb turishganda men o'tib ketgan. Mashinada Taxoda o'tib ketganimda ana o'sha qiz haydab qasddan ishgan. Shuna qilib nima deydi, yo'l-yo'lakay qo'shib ketganmiz. Endi yo'l orqamda kelishadi, markat qilishadi, yo'l so'rashadi. Yo'l chekiga chiqsam o'tishmaydi, yana bosaman, ular bosadi, shunaqa qilib uygacha qo'yib borishgan. Keyin borib nomerlarini katta hozirlantirib qog'oz, katta nomeriga qog'ozga yozib, nomerlarini narqaga dvornikka, mashina dvornikiga qistirib ketgan ekan. O'sha kuni yomg'ir sal shaboda bor edi. Ishonasanmi, ertalab soat 6 gacha ketib ketganman deydi. O'zim ona bo'lguncha onamni qadriga yetganman, bu darajada yetmagandim, to'g'risi. Nima deydi, onalarni bizga o'xshab farzand tug'ilmasligi uchun asrashimiz kerak. Mana o'zim ham onaman, Xudo xolasa kelajakda bitta farzandim bilan qolish niyatim yo'q, yana farzandli bo'lish niyatim bor. Men gohida o'ylagan vaqtlarim bo'lgan. Tug'ilmasam bo'lardimi balkim deyman. Agar qayta tug'ilish imkoniyatim bo'lganda, Allohdan so'rash imkonim bo'lganda so'rardim. Nimalarga ko'pchilik aytadi-da, endi farzand onam oldida ham aytishgan, ko'chamizda, mahallamizda ham cho'loq degan narsa bu onani mana shu yerga yomon zarba tegadi, teshib o'tib ketadigan darajada bu narsa
Chunki onam aytardilar har doim, shu oyog'ingni yerga qo'yib yurganingda meni ko'ksimga qadam qo'yganday, bosganday bo'lasan derdilar. Shu uchun men kabi farzand dunyoga keltirmaslik uchun haligi nuqsoni ko'rinmaydigan farzand dunyoga keltirish uchun onalar o'zlarini ehtiyot qilishlari kerak. Kelgusidagi orzularim, meni toifamni, klassimni, bizda endi klass deyiladi, shuni o'zgartirmoqchimiz, xudo xolasa o'zgartirsak, oldin 2 ta yo'nalishdan turdan qatnashgan bo'lsam, endi xudo xolasa 4 ta turdan qatnash niyatim bor. Faoliyatimni kengaytirish nima deydi niyatim, oldinda bo'ladigan, xudo xolasa Los Anjelesda bo'ladigan musobaqalarda, undan keyingi olimpiadalarda hammasida eng zo'r medallar qilib kelish. Yana xudo xolasa shaxsiy hayotimda endi bitta farzandim bor, qizim hozir. Xudo xolasa bitta qizim bilan o'tib ketish niyatim yo'q. Endi o'g'il, qiz Alloh bergani, xudo xolasa shunga harakat. So'ngida O'zbekiston iftixori, mamlakatimiz faxri Mohigul Hamdamovaga yana qator omadlar va niyatlari ro'yobini tilardik. Ilova tarzida esa ota-onalarga murojaat qilardik. Agar oilaviy kelishmovchilik tufayli farzandingizga baqirsangiz, siz javobgarsiz. Ishingiz ko'pligidan, go'dakkina farzandingizdan mehringizni, muhabbatingizni, quchog'ingizni qizg'ansangiz, siz javobgarsiz. Farzandingizda umid, ishonch uyg'ota olmasangiz, ko'zlar mo'ltirab qolsa, u bu dunyoga kelganini xato deb o'ylasa, siz gunohkorsiz. O'ylab ko'ring.